Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taoloning xohishi bilan darsimizni davomlashtiramiz. Hurmatli qarindoshlar, bugun biz qof harfiga berilgan misollarni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Qof harfi biz oldingi darslardan bilamiz, bu qilin harflarning qatoridan va qalqala harflarning qatoriga yotadi. Shu sababdan bu qof harfini o'qiganda qilin qilib o'qiymiz va sukun bilan o'qiganda uni tavritib o'qiymiz. Birinchi misolimiz zay harfi damma bilan yozilgan, zu, qof harfi sukun bilan yozilgan, q. Bu zuqqo bo'lib o'qildi. Zuqqo. Ikkinchi misolimiz qof harfi kasra bilan yozilgan, qi va nun harfi sukun bilan yozilgan, n. Bu qiyn bo'lib o'qildi. Qiyn. Uchinchi misolimiz qof harfi damma bilan yozilgan, qu va lam harfi sukun bilan yozilgan, la. Bu qul bo'lib o'qildi. Qul. Keyingi misolimiz qof harfi damma bilan yozilgan, qu va mim harfi sukun bilan yozilgan, ma. Bu qum bo'lib o'qildi. Qum. Keyingi misolimiz qof harfi kasra bilan yozilgan, qi va fa harfi sukun bilan yozilgan, fa bo'ldi. Bu qif bo'ldi. Qif. Keyingi misol qof harfi kasra bilan yozilgan, qi va ha harfi sukun bilan yozilgan, ha bo'ldi. Bu qih bo'lib o'qildi. Qih. Keyingi misol qof harfi fatha bilan yozilgan, qo, lam harfi sukun bilan yozilgan, la, va harfi damma bilan yozilgan, bu. Bu qalbu bo'lib o'qildi. Qalbu. Keyingi misol qof harfi fatha bilan qo, va harfi sukun bilan va, lam harfi damma bilan lu. Bu qabulu bo'lib o'qildi. Qabulu. Keyingi misol fa harfi fatha bilan fa, vav harfi sukun bilan u, qof harfi fatha bilan qo. Bu fawqa bo'lib o'qildi. Fawqa. Keyingi misol qof harfi fatha bilan qo, lam harfi fatha bilan la, mim harfi sukun bilan ma. Bu qalam bo'lib o'qildi. Qalam. Keyingi misol qof harfi fatha bilan qo, mim harfi fatha bilan ma, ro harfi sukun bilan ra. Bu qomar bo'lib o'qildi. Qomar. Keyingi misol lam harfi fatha bilan la, qof harfi fatha bilan qo, ba harfi sukun bilan ba. Bu laqoba. Laqoba bo'lib o'qildi. Keyingi misol qof harfi damma bilan qu, mim harfi sukun bilan ma, ta harfi damma bilan tu, mim harfi sukun bilan ma. Bu qumtum bo'lib o'qildi. Qumtum. Keyingi misol alif harfi kasra bilan i, qof harfi sukun bilan q, ta harfi fatha bilan ta, ro harfi fatha bilan ro, ba harfi fatha bilan ba. Bu iqtaroba deb o'qilmaydi. Iqotaroba bo'lib o'qildi. Iqotaroba. Keyingi misol yay harfi fatha bilan ya, qof harfi sukun bilan q, ta harfi fatha bilan ta, ro harfi kasra bilan ri, ba harfi damma bilan bu. Bu yaqotaribu bo'lib o'qildi. Yaqotaribu. Keyingi misol alif harfi kasra bilan i, nun harfi sukun bilan na, qof harfi fatha bilan qo, lam harfi fatha bilan la, ba harfi fatha bilan ba. Bu inqalaba bo'lib o'qildi. Inqalaba. Keyingi misol yay harfi fatha bilan ya, nun harfi sukun bilan na, qof harfi fatha bilan qo, lam harfi kasra bilan li, ba harfi damma bilan bu. Bu yanqalibu bo'lib o'qildi. Yanqalibu. O'tilgan misollarni 5 dan boshlab yana bir o'qib chiqamiz. Zuqqo, qin, qul, qum, qif, qih,
qalbu, qabulu, fawqa, qalam, qamar, laqab, qumtum, iqtaraba, yaqtaribu, inqalaba, yanqalibu. Dersimiz mush yerdan oyoqlashdi. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.